بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizor görgüçler. Yeni bir qatımlıq sual-cavab programımızga kelganlarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Qadrli qarindoshlar, bugun studiyamizda ham har vaqt huzuringizda diqqatingizda bo'lib kelayotgan hurmatli ustozimiz, hurmatli ustoz Abdulhakim Xon Maqsumajimni taklif qildik. Hurmatli vaqtini chiqarib kelganligi uchun ko'p rahmat aytamiz. Hammalarga ko'p rahmat. Qadrli qarindoshlar, hammangizga ma'lum biz bu programmamizda har oy bir qatim qarindoshlardan kelgan savollarga javob berib kelyapmiz. İnşallah bugungi programmamizni yana bevosita savoldan boshlayman. Birinchi savol. Assalomu alaykum ustoz. Og'rimaydigan ammo tushirib ketgan bir tishni qoplatish yoki zamaskiltish joiz bo'lamdi. Shundaqla oltindan tish soldirishning hukmi nima? Buning er ayol farqi bormi? degan savol ekan. Shundan boshlasak. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Şimdi qarindishimizningki so'ragan savoliga kelsak, tishni reminat qilish yoki zinatlash yoki silish mashinaga aloqador masalalarni so'ramoqchi bo'ldim. Yine qarindoshlarimizning so'ragan savolim, normal tish yoki chirib ketgan tishni zamaskiltib, davolatish, oltin yo boshqa qoplatish. Bunun şeriatlik hükmü nima deb. Ana bu uzundan beri bahs qilinib, fuqahalar tarafdan hukm qilinib kelgan bir masala. Yangidan o'tirib chiqqan masalalarning qatoridan emas. Ana bu masalada avval tish silishninki hukmi nima degan masala haqida to'xtalish lozim. Hamda tish silish bu masalaga kelganda İslam'dan da buyurulgan yoki cheklangan ishlarning qatoridan emas. Demakchi, ochiq bir İslam'dan da buyruq yo'q vaqti. Xo'sh. Ammo İslam'dan da kelgan buyruqning ichidan har qanday inson o'zida Alloh yaratgan xilqatni o'zgartish bu durust emas. Xo'sh. Bu harom deb bekitildik. Endi bu tish silish masalasiga kelganda fuqarolar va keyingi davrda o'tgan ulamolar bu masalani tahqiqlab, najiq bahs munozara olib berilib, eng oxirida bu Alloh yaratgan xilqatni o'zgartishni qatoriga kirmaydi bu. Unda bo'lgandan durust deb o'sha masala haqida tish silishninki durustlik haqida bir ittifoq birlik kelgan masalaning qatoridan. Çünkü bu İslam'dan uçuk çeklenmegendiken, Allah çekilgen tabdilul xilqatning qatoriga kirmagandikan, bu mubahatning qatorida qolib qoladi deb silishning hukmini durust deb qaraydi. An bu yerdagi masala masalan tishni zamaskiltish masalalari. Bu shu qatorda tish silish durust bo'lgan, buni chirib ketgan tishlarni minat qilib, o kabakda to'ldirib kishilarga asoyishlik yaratish. O iş qanday şeriatda cheklangan masalalarning qatorida emas. Bu shu shaklda insonlar qilib foydalansa bo'ladigan ish. Xo'sh. Endi masala bu yerda oltindan tish soldirish yoki tishni oltin bilan qoplatish masalalari. Endi bu haqda ularning o'tirisida ma'lum miqdorda ixtilof bor. Xo'sh. Abu Hanifaning boshchiligida Hanafi mazhabidagi ulamolar oltinda tish soldirish va oltinda tishni qoplatish qatorliq bu ishni
Erler altın özgü zinet için işletken burada. Altın zinet boyumlarını işletiş erlerge nispeten qattiq cheklangan. Peygamber sallallahu altın mening ümmetimning ayollarına halal qılındı erlerge zinet boyum işletish haram qılındı degan hadisiga asoslanib turib, ular altın bilan tishni qaplatish, altın tish soldirish, tishga altın ishiltish manda shulasliganda bu shar'an durust emas deb qaraydi. Xo'sh. An bu masala kelganda Hanefi mezhepteki ulamaның ba'zi mesela İmam Muhammed'le. Başka mezhepteki ulamalar bu meseleden altın işiltip dişe saldırgan içine kaplatkan iş olsa bu durust dep qaraydı. Şu qatarda muhakkik ulamaның İmam Nevevi bunun hiç qanday bir karahiyet yok. Altın işlese meyle durust dep qaraydı. Muşunun keltirtkan hücceti hamdi Abdurrahman ibn tarafından o özünün babası Arpaj ibn As'ad'ın rivayet ettiği hadisi var. Arpaj ibn As'ad degan kişi bu kişinin ki bir uruş jarayonidan bunu kesip taşlandık. Bu kişi kesip taşlangan bunu ona kümüştü burun saldı dedik. Hoş. Kümüştü burun saldı degandan keyin o kümüş sağan burun go'shdan yaxshi moslashmay turab qildik. Mandaq şey etqini biraz reaksiya berdik. Am Peygamber sam onundan ma kumush oltindan qilib olsang-chu deb maslahat berdik. Şu Peygamber sam şu burun oltindan qilish buyruq. Hadisning lafzi fattahaza anfan min waraq fa antan alayhi fa amarahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fattahaza anfan min zahab. Bu hadisni İmam Ebu Davud ve Tirmizi qatarlıq muhaddisler rivayet qılıq. Şeyh Elbani bu hadisi sahih hadis deb qaraydı endi. Xo'sh. Undan mush hadisga asoslanib turib boshqa ulamalar shish masalasida bunga qiyos qildik. Altından burun saldı evlashga ruxsat qilinganligini islomdan da Peygamber islom buni tashabbus qilgan ekan. Burun altından bo'lg'ini qaraganda og'iz shish og'izning ichida turgan ekan. Altından bo'lib qolsa ham Tədbiqli xilqatga mı altımına zinnet eşke mi kirmeydi bu? Bu durust deb qaraqlıq. Şun bu mesele hakkında köp sallıqda teşkil qılğan Hanefi mezhepteki ulamalarının ki göz qarışıda tishqa altın işletish to'g'ri emas deb qaragan bo'lsa mı? Zinetning qatori kirib qoldi gavajiydan. Xo'sh. Erlar altında zinetning qilib deb. Ayollarning nisbatan durust mesele yo'q hamda. Ama cumhur ulamalar, xo'sh, şu mezhepning ulamaları Hanefi mezhepteki ulamalardan İmam Muhammed'ga o'xshash ba'zi ulamalar erlarni altında tish soldirish, qaplash durust deb qaradi. Mush hadisni dalil qilib ishlatdi. Xo'sh. Yana mandaq aytganda tish masalasidan burun masalasi kim qiyos qiladi. Gerçi İslam'da da tish masalasi haqida ochiq bir shakl bo'lmagan bo'lsa-mu, burun haqida Peygamberimizning ochiq ta'limoti bo'lgan ekan, buning asosan durust deb qaraydi. İmam Nevi'nin ait meselelerini inç tədqiq etkan alimlerinin biri. İmam Nevi men muş meselelerini tercih edip altında işitip erlemi saldırdıkkan, işte kaplattıkkan, işte kavası hiç kanda karahiyeti yok, durust deb qaraqlıq. Onda oğandagin biz insanların ki işini zamasletiş, saldırış da hazırlıkın normal disilikan ak Mədəlli de saldırış məsələn. Ya ki məsələn altın başında saldırış bu məsələ haqqında yolun kengir ekanligini, şunu qo'llanib qapqası İslamdan da başqa bir cheklemenin yo'q ekanligini, durust deb qarasa bo'lganligini bilib qolsak bo'ladi. Bu məsələ haqqında shunga ehtiyoji bo'lgan qarindoshlar shu shaklda qilsa yaxshi. Ammo bu erlarga nisbatan oltinni tish soldirish masalasi haqida ehtiyot qilgan yaxshi menimcha. Gäbi Hanif başlı ulamalar altın bilen zinetlenişinin qatarı kirip qilish ehtimali var deb abajidin tosqan bo'lg'ashqa o altın bilan chisildi zo'rlanmagan ekan. Anda bu tarafdan bo'lg'ashqa bo'lsa erlar buningdan saqlanib qolib qolsa nayti yaxshi. Ammo qilib qolgandan sen shariy xilaf ish qilding deb tanqid qilishning hech qanday zarurati yo'q. Bu masalani ash bo'yicha tushunib qolsak bo'ladi.
ikkinchi savolda assalomu alaykum ustoz. To'y qilg'ili uzun yil bo'lgan bo'lsa-mu, farzandlik bo'la olmadik. Har xil yo'llarni sinab boqqan bo'lsak-mu bo'lmadi. Amdilikda yangidan kengayotgan yo'l bilan yangidan hozir o'tirib chiqayotgan kengayotgan yo'l bilan tüp bovoq silish yo'li orqali bola olsak bo'lamdi. Ya'ni sun'iy usulda ruhlantirish shaklida demak ekan. Shundaqla bugungi texnika bilan bolaning geniga mudohala qilg'ili bo'ldi ekan. Ya'ni bolaning qiz yoki o'g'il bo'lishini ota-ona tanlay oladigan holatga kelmoqda. Bu ishning islomdagi hukmi nima? Endi bu yangidan o'tirib chiqqan masalalarning biri. Xo'sh. Bu masalalar islom dunyosida jiq g'ulg'ul qo'zg'agan masalalarning biri. Endi bu masala haqida masalan erininki isprimi farzand turlish layoqda emas. Chiqib qolgan ahvollar ya ayolning urug'cha urug'chininki farzand vujudlashga loyiq bo'lmasligi ya garchi ikki tarafning urug' layoqlik bo'lgan bo'lsa-mu ayolning rahimniki shuni yetishtirishga loyiqlik bo'lmasligi mushkildagi sabablar tufaylidan farzand ko'maydigan ahvollar yuz beraylik. Mush masalalarga qarata hozirgi tibbiy sohadagi tanasul nasllantirish texnikning taraqqiyot qilishidan birga ba'zi yangiliklar o'tirg'i chiqiliq. Xo'sh. Endi mush yangiliklardan foydalanib farzandlik bo'lsa bo'lamdi degan masalani so'ramoqchi ekan. Avval bu masalani biroz echish lozim. Xo'sh. Hozir bu masala haqida tadqiqot qilib bo'lgan ulamoning tadqiqot natijasi qaraganda bu bir qancha turli shaklda bo'ldi ekan. Masalan, bir oilada ayol ishga bir to'y qilib bir necha vaqt yashadi, farzand bo'lolmay qoldi. Farzand bo'lolmagan bo'lsa, farzand bo'lmasligining sababi ya erning spermida chida qo'yg'achqa, ya ayolningki urug'chida, ya ayolning rahimda chida qo'yg'achqa farzand ko'maslikka bu omillarning sabab bo'lib qoldi. Buni hal qilish uchun tibbiy sohada hozir agar erninki spermida chida qo'ysa, boshqa erning spermasi ilib shu ayolningki urug'chi bilan ikkisi changlashtirib, shu ayolning rahimida yetishtirib farzandlik bo'lish. Bu shu usullarning biri ekan. Ba'zi vaqtda erning spermi layoqatlik, ayolning urug'cha layoqat bo'lmagan paytda erning spermini ayolning urug'chini boshqa bir ayolning urug'chini olib turib, an ikkini changlashtirib, shu ayolning rahimida yetishtirib farzandlik bo'lgan ahvoli. Yana birim er ayol ikkilisining spermi layoqatlik bo'lgan bo'lsa-mu, ayolning rahim farzand yetishtirishga loyiq bo'lmag'achqa, ikkilisining spermisini ilib sirtqi bir ayolninki bir ayolni kiralab, shaqqini berib, sirtqi ayolninki rahimida ikkini birlashtirgan spermni o'rlashtirish yetishtirib, ma'noda farzandlik bo'lish. Ayol bu oilaga tug'ib beradigan spermi shu er bilan ayolning yetishgan o'rin boshqa ayol. Mushuning o'xshayotgan bir necha turli shaklda bo'lgan bu masala. Xo'sh. Ulamolar buni 7 turli shaklga ayiribdi. Bunun 7 turli shaklining ichida 5 turligi harom shar'an qat'iy durust emas. Ikkisi durust debdi. Endi biz durust bo'lmay harom bo'lganning tafsilotiga kirishning hojati yo'q. Xo'sh. Endi durust bo'lgan ikkisi qaysi deganda yuqorida sanab o'tganlarning harom emas. Ular hammasi harom. O haram, onun başqadan bayana haramdan qatarida. Faqat ikki turlik shaklda bo'lib qoldirdi. Durust, lekin ehtiyot bilan. Faqat qani durust deb qarabdi. O durust bo'lgan ikkisining biri sperma erning, o'zining erininki, urug'chimi, o'zining ayolning urug'chisi. Ikkini ilib, sirtni changlashtirib, shu ayolning o'zining rahimiga o'rlashtirib, shu ayolning o'zining rahimida yetishtirib farzandlik bo'lsa, bu durust. Ikki shakldan biri bu. Ikkinchi shakldan sperma erning, erining o'zining, urug'chimi ayolning o'zining urug'chisi, erining spermini ilib ayolning urug'chisini ayolning rahimining ichida jonglashtirib, sirt emas. Rahimning ichida jonglashtirib, ayol shu ayolning o'zininki rahimida yetishtirib, cho'ng qolgan bo'lsa,
Mana bu ish qilarida farzandlik bo'lsa, bu durust deylik. Chunki bu yerda sperm shu shu ayolning o'ziniki. Sperm shu erning o'zining spermisi, urug' shu ayolning o'zining urug'chisi. Xo'sh. Birinchisidan changlashtirish sirti texnik changlashtirilik, ya'ni shu ayolning o'zining rahimiga o'rnashtiriliq. Xo'sh. Ashi bebek boboq yetishtirilishda shu ayolning o'zining rahimida yetishiklik. İkincisi mesela sperm erning o'zining urug'chimi ayolning. Faqat erning spermi silib ayolning urug'chini olmay. Buni texnik uslub bilan necha bilan ayolning rahimga yetkazib, jonlashtirib, shuning ichida yana shu boboqning yetishgan joyi onaning rahimi. Xo'sh. Mundaq bo'lsa, yana demak, buni xulosalaganda shu erning o'zining spermisi, shu ayolining o'zining urug'chisi İkisi çağlaştırılıp, meyli rahimnin sırtı çağlaştırılsın, meyli rahimnin şey çağlaştırılsın. Şu ayağının özünün rahimi de yetiştirilip perzendlik olsa, bu durus deylik, bunun yani ihtiyat kılış lazım deylik. İhtiyat kılış lazım diye sebepini bayağı dedim hala. Bu deylik, doktor, muş işte becerenmeyi kaldı, deyip kalması için, ne var ikisinin birisinin urukçu, yaramlık bulmayı kap kalsan, İşkilerin er ayalının haberi yok. Başka urukla arılaştırıp, bunda perzendlik kıp koyuşu mümkün. Manda kıp koyuşu ihtimali uğraşkan, nayda dikkat etmiş lazım. Dikkat edin. Bu şekilde sünni üslup bilen perzendlik bolsa durus. Bulmayı kapkası durus emas, bu haram bu deylik. Ölümanlık kelgen hulası buken, bu yaman İslam'ın ruhu ve akılgı mı uygun? An ikinci insanın genelen oynuşu şahbiliş meselesi. Mesela oğal kızılış meselelerini malum ki hücrelik genelde özgeriş meselesi bu durus emas. Bunu katli başkalarının müdahale çıkıp olmaydı. Fakat perzendlik buluş gelgenden aş erbilen şunun ayarının ki urukçunu çanglaştırış şu ayalının rahimi de yetiştirip perzendlik bulup kalsa bunu nayet dikkat bilen. Şunda boğan takdirde durus bulmayı kap kalsa tamamen durus emas bu mesele. Dep beksit ölümalı. Şu mesele hakkında Allah Kur'an'da ayette Allah halagan bendege oğul perzent azakladı. Halagan kız perzent, halagan oğul kız koşlap birdim. Allah halagan kişini aynı məlum sebep etip belirledin. Toğmas kıp koydu. Bu Allah'ın iradesi geçtiklik. Bunda boğan iken özün normal ailevi münasebet arkalık perzentlik buluş nisip olmagan bolsam başka yollarga ötep hepilişinin ordugan her Allah'ın kegen kısmet buken sabır qilaya dep şu toxtap qalsak naydı yaxşı. Ama perzentlik bolsam burut dep jik endiş qilib ketsan faqat şu erning özünün spermisem ayolning özünün urug'chisi çanglaştırılıp şu ayolning özünün rahimi de yetiştiririz bunu da irisiyet nurgun nesli oğaşka başlayıp qaz başka amalı kep çıkıdı dep şoň haram dep bekledik. Haram dep bekledik ulmanın sebebi bu zinanın bir xil türü deylik. Zinanın haram kılış sebep nesep arınışıp ketdi. Muhtemelen başkalarının spermini başka koşup balı peyda kılıp yürsem tamamen nesepnin arınışıp ketiş nurgun kabih havalı kep çıkıdı. Onda oğandı ki bunda bir ihtimallik boğaşka bunu qat'iy durust ish bo'lmaydi deb o'lim bu şekilde bekitdim. Muş meseleden qarindoshlar, muş boyun tushunib qolsa bo'ladi. Bu masala haqidagi mening ma'lumotim bu kadar. Üçüncü sual kelsak, hadisler peygamberimizin sözlegen sözleri bolmasdan, belki sözlegenligi zan qilingan sözlerdir. Ercüment Özkan degan birisinin sözüymüş. Ey insanlar, zandan tamamen uzak durun. Çünkü zanның bir kısmı gunahtır. Bir-birinizning mahfiyetliklerinden marılmang ve bir-birinlarning keynidan gap qilmanglar. Ölüp kalgan qerindişinizning ölükini yeyishdan huzur alamdingiz. Hürmetli ustaz, yuqoridagi sözlerini Facebook'ta to'xtamay mushundaq narsalarni tarqatadigan Abdulaziz Beşto'g'ra qismli İstanbul'da yashagan kishining sahifasidan aldım. Belki sizlarga ma'lum bo'lishi mumkindir, u mana mushundaq nurg'un aql qabul qila olmaydigan narsalarni tarqatib kişilerin itiqadını buzuşqa harakat qilib kelmoqda. Onun bilan munozirlashganlarga saplı biz hadisi inkar qilmaymiz, ammo hadisni Qur'on süzgüchidan o'tkazimiz deb javob berdi-yu, nurg'un ochiq hadislarni ularning fikriga uyg'un kelmaslar e'tirof qilmaydi.
İslamni yangi tunishga yuzlanayotgan yoshlarimizni qaymoqtirayotgan bu kishilarni to'xtatish imkoniyati yo'qmi? Mumkin bo'lsa ularning oldida kelganlarini yig'ib, shu istiqlol sahnasida sizlar olimlar bilan ochiq munozara shaklida bir program ishlangan bo'lsa, xalqimiz bu ochiq suhbatdan keyin kimning to'g'ri, kimning xato ekanligini o'zi dadil qaror qilib olsa bek yaxshi bo'ladi. Bo'lmasa bu bir-birini haqoratlaydigan, bir-birini kamsitadigan tugamas inkoslar kundan-kunga ko'paymoqda. Hamda ular Rasul payg'ambar bilan Nabiy payg'ambarning farqi nima? Biz mushuni tushunmaganligimiz uchun barliq kashilar mush yerda deb qopdi. Qur'on va sunnat, ammo qaysi sunnat? Nabiyning sunnatimi, Rasulning sunnatimi? Qur'onda Nabiy Rasul farqi va sunnat hadis masalasi degan professor doktor Zaki Bayroqtarninki kitobimiz bu. Mushuni hamda ularning navbatdagi plani buni Uyg'urcha tarqatmoqchi dedi. Endi bu masala chiqdi, talashib ketdi. Xo'sh. Endi har bir mu'min musulmon ras iymoni va iymoni samimiy Allohning diniga, musulmonlarga xizmat qilmoqchi bo'lsa, o'zining qo'lidan kelgan islomga, musulmonlarga foydali bir xizmatni qilishi lozim. Har bir ishni o'zining ahli qilish lozim. Bizning yaqingi davrlarning mobaynida bizning nurg'un islomiy uyg'unish, yaxshi ilgirlashlar barliq qilish bilan birga qisman musulmonlarni qaymoqtirish, xunuklashtirish, to'g'ri yo'ldan, salafning yo'lidan ozdirish qatorliq bunday qilmishlarmi barliq kelmoqda. Buning sababi ba'zi qarindoshlarimiz o'zining ilmiy doirasida bo'lmagan, o'zining ahli bo'lmagan bir ishlar bilan mashg'ullik. Mayli da'vat qilayotganlar bo'lsin, mayli o'sha ba'zi fikrlarni tarqatib yurganlar bo'lsin. Bular aslida Allohdan qo'rqish lozim. Sen islomiy da'vat, islomiy tarbiya masalan, islomiy islohot bu xizmat bilan shug'ullanmoqchi bo'lsang, eng avval mukammal islomni tushunishing lozim. İslomiy madrasaga yaqin kelib boqmay turib, uning buningdan va bu yerdan anglagan gap bilan buni taqitib islomga xizmat qildim, musulmonlarga xizmat qildim degan nom bilan o'tirib chiqib, musulmonlarni qaymoqtirib, musulmonlarning birligini bilish, musulmonlarni salafning yo'lidan boshqa ozg'un shaxslar ya ozg'un guruhlarning yo'liga yetaklash, bu o'z xalqiga qilgan xiyonat, Alloh qilgan osiylik bu. Sen o'zingning qo'lingdan kelganini qilsang bo'ladi. Biz bu davrda Rasul degan kim, Nabiy degan kim, buni bilmagachki biz mavqega qoldik. Bu tamamen bir iblisning gapi endi bu. Sen Rasul kim, Nabiy kim deb buni gapirishning o'rniga hozir musulmonlarning holi nada? Ma Sharq Turkiston xalqining holi nada? Nima kunga qolib qoldik? Nima ish qilishimiz lozim? Buni bilan bilishimiz lozim ya. O biz Rasul degan kim, Nabiy degan kim buni bahs qilmasak, bizning payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom. Muhammad alayhisalom payg'ambarlar kelgandan boshqa payg'ambarning davri tugaglik. Sen Nabiy kimdiki, mursal kimdiki izlab yursang, Muhammad alayhisalom agar sen bo'ladigan musulmon bo'lmoqchi bo'lsang, musulmon bo'lishning shartining birisi Allohga iymon keltirish, Muhammad alayhisalomga iymon keltirishku. Sen Muhammad alayhisalomga iymon keltirsang, şu Muhammed Aleyhisselam'dan talimat boyunca maksam tutudu varmış. Bu çıkan bir hamakat, bir azgınlık. İkinciden hadis degen Peygamber Aleyhisselam'ın inektiğiz gumanıtı degen gep, hadis ilminin asla haber bir cahilinin gepemdi bu. Tamamen hadis ilminin haber yok bir cahilinin gepi. Sen hadis ilminin nima ekanligini bilmoqchi bo'lsang, İmam Buxoriy, İmam Muslim o'xshash, hozirgi davrdagi masalan keyingi Albanilik o'xshash, mandaq bir umr hadis ilmida shug'ullangan odamning og'ziga qaraysan. Sen hozir hadis kitoblariga yozilgan hadisga qamlashib tarjima qilinmayotgan ahvolda turib, o degan undaqdi, bu degan bundaqdi, o'z süzgüchni o'tkazdik, buni o'tkazdik. Bu bir cahilning gapimdi bu. Şu muhaddislar nurg'un süzgüç prinsipini qo'yib bekitib, şu prinsip bo'yicha hadisni ratlab chiqib qoldirib ketdik. 1200 yilning mobaynida şu qo'limizda bor hadis kitoblari musulmonlarga Qur'onul Karimdan qolsa foydalanish materiali, asos qonun bo'lib o'zining rolini joriy qildirib keldik. Ma davr kelganda mushuni qaymoqib qolgan, haq yo'ldan izib qolgan insonlar
o'zi ozg'anni oz deb boshqalarni qaymoqtirishga yuzlandik. Endi bu haqda ba'zi tashviqot vositalarimizdan Vesal studiyasi boshqa nurg'un programmalar ishlanib, hadis ingarchilari hadis haqida hadis hech bilmay turib, hadisga har xil shubha paydo qilayotgan bu ozg'un malulloh haqida nurg'un raddiyalarni berib ish qilyotdi. Shu yerdan foydalanib qolsa bo'ladi. Endi mushkil fikrni taqib yurgan insonlar bilan bizning bir suhbat, munozara o'tkazib, mush masalani oydinlashtirsak degan talab o'tirib qo'yilibdim. Endi bu talab mencha munosib talab emas. Endi shu xil kishilikda yurgan odamlar arab bir kalimani tushunayotgan darajada saviyasi o'saydi-da. Xo'sh. Ondan keyin uni o'ylash lozimdi. Bu Kitobulloh, Sunnat Rasululloh deyish narsani xabar olmasa, xavri bir jahil bilan televizorga kelib bu masalani tartishdim deyishning o'zi bir ahmoqlik hamda bu. Bu masalani shibiditgan ahli o'qigan odam bo'lishi lozim. Bu masalan arabcha, turkcha boshqa nurg'un televizorlarda tartishliq. Mushkil ig'vonni taqat qoldim. Ahli haq tarafdan nur bo'lgan raddiyalarga duch kelgan bo'lsam, izzat atmay turulgana. O'zining qurg'ishi begipini deb. Buning erishgan natijasi islomning ikki asosining biri bo'lgan hadisga shubha paydo qilish orqali musulmonlarni o'zining islomdan shubhalar qarayotgan islomdan uzoqlashtirishdan boshqa hech qanday natija kelmadik. Bularni Alloh isloh qilsin. Bularga nasihat qilish, bular bilan suhbatlashish, gap qilish to'g'ri kelsa, ashunga o'xshatgan jamiyatning bolalari. O islomdagi islomni temsil qilgan diniy olimlar emas. Ular ilm bo'lmasa undan o ilmni tushunmaydi, ilmni anglamaydi hamda. Ular shu xil saviyadagi odamlar shuni anglayotgan til bilan muomala qilish lozim. Endi u ishni bizning qismda bizning kuchdan bu ish qilib qaradi biz ilmiy sadiq qilgan ishni qilsa qaradim. Ana dushman bilan qilgan kurashda buning vaqtimiz yetishmaydi hozir biz bununla mashg'ul. Ana muhim tipik odam bilan hisoblashishmi, suhbat bizga qilib qolsan, bu anqagan dinning xizmat qilamiz biz ahlimiz deb yurgan yoshlar musulmonlar nima ish qiladi? Ona shu xil saviyadagi ashunga o'xshash kishilar hisoblashvasi, so'zlashvasi bo'lgan narsa. Endi bizning uni ekranning oldiga kelib, uni bu narsa degizi bir kulkilik ish hamda. Xo'sh. Bu ahmoqning shurudi. Shunga eng yaxshisi biz mushkildagi qamdoshmagan ish qilib shu yil kirib qolgan qarindoshning hidoyat deb shiga haq ustida turishiga islomga musulmonlarga foydali ish qilish hech bo'lmaganda ziyon solmaslikqa nisbat qilish haqida duo qilib qo'yamiz. Ammo boshqa xizmatni boshqalar o'ylab qilsa bo'ladi. Bu mavzu haqida takror to'xtalishning hojati yo'q. Buningdan burunmi deyilgan masalalar hammalarni Alloh salaf solihinning yo'lida minishqa. Har xil davrda chiqqan ozg'un iqimlar, ozg'un shaxslarning kayni emas, Payg'ambar sollallohu kaynidan, Payg'ambar sollallohu sahobalari, salaf solihinlarning kaynidan minish orqali bu haq dinda mustahkam turish, haq dinga xizmat qilishga muvaffaq qilsin. Hammalarga ko'p rahmat. Rahmat, Alloh razı olsun. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shunday qilib bugungi programmamiz, savol-javob programmamizni mishada vaqt munosabati mishada oxirlashtiramiz. İnşallah yana bir qatımlıq programımızı görüşükçe sizlerini Cenab-ı Allah'a tapşırımız. Köptün köp rahmet vaxtını çıkıp. Həmələn köp rahmet. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.